bizga kerak bo'ladigan приглашениялар Shizuku, Temur va 90 FPS приглашениялari kerak bo'ladi. Birinchi navbatda biz Shizuku kirib, bu yerda подключенияni bosamiz. Ko'rmaganlar uchun mana подключенияni bosib, bu yerdan pastda для разработчиков joyga o'tamiz. Va u yerdan pastga tushamiz. Shu yerda bo'lishi kerak. Mana Wi-Fi debugging. Shuni yoqamiz va ruxsat beramiz va qurilmani ulanish kodi bilan ulash degan narsani bosib, bu yerdagi kodni tepaga tushirib, bu yerda kodni shu yoqqa yozib olamiz. Mana 384 271 yuborishni bosganimizdan keyin chiqib Shizukuga qaytamiz. Chiqqanimizdan keyin запустить deb bosib, bu yerda bizga ma'lum bir soniya beradi. Mana 3 sekund berdi. 3 sekunddan keyin biz hamma narsaga imkoniyat olamiz. Bizning hamma data fayllarimiz ochadi va bundan keyin 90 FPS ga kirib pastdan Shizuku metod deb bosamiz. Undan keyin bizga reklama chiqa olishi ham mumkin. Shundan ham ko'ringlar. Mana chiqdi. Bu yerda global tanlab, aniq 90 FPS ga bosamiz. Shu bilan qarabsizlarki 90 FPS imiz tayyor bo'ladi. Undan keyin yana reklama chiqadi. Undan keyin launch game bosamiz. Bu joylarni ozgina tezlashtirib yuborish mumkin. Tezlashtirib yuboramiz bu joylarni. Ana kira oldik. Ana endi nastroykadan grafika joyini topib olamiz. Mana grafikamiz 90 FPS ham bo'ldi. Mana 90 FPS va 60 FPS ishlayapti. Buni ham sizlarga tavsiya beraman. Agar sizlarda o'xshamasa, biror narsa network ketgan. Sizlar bilan Gidora